Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, vatandoshlar. Sog'misizlar, salomatmisizlar? Mana biz bugun 3 kamerali yer ketay yasaylik, shuni izohlab video qilib tashlab qo'yaylik dedik. Bu ketayimizni uzunligi 2,5 metr bo'ldi. Eniga 85 cm, bo'ylari 80 cm bo'ldi. 3 ta kurk tovuqqa mos bo'ldi. O'rtada panellar olinadi, qo'yiladi. Olinganda kamera bo'ladi, o'xshib kallanlar bo'lib. To'g'rilar yuraveradi o'xshi bo'lib. Panelni sug'ursa. Mana eshikchalar biqinadagi. Hozir yopilib qolyapti eshiklari ham. Ochib qo'ysa ham bo'ladi mana. Bo'ldi, ochildi. Yonida yer ketay deymiz buni. Maxsus zakaz bo'ladi. Qiziqqanlar bo'lsa, o'rtada panel olinganda o'xshi bo'ladi. Panel suqib qo'ysa nima bo'ladi? Hozir chiqarib yurmadim. Qiziqqanlar bo'lsa, mana shundan 1 millionga tayyorlab beraveramiz. Endi marta yana kaptarlar uchun bor. 18 xonali kaptariya. Yondagi 10 xona 1,5 millionga 700 ming so'm. Keyin hojatxonalarimiz bor 1 million so'mdan. 220 ga 110, eni 110, uzuni 220. Bo'yi ham 220 bo'lgan. Adashib ketdim. 120 ga 110. Bo'yi 220 edi. Manzilimizga kelsak, Farg'ona viloyati Yozyovon tuman Toshqo'rg'on Shabboda 108 93 536 06 31 telefon raqamimiz. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol asabimiz bugun ozroqligi uchun shuni borini video qildik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.